Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men mashhur sanatkor Qambar xonimning izdirigini ilish uchun aloyidan biya kelgan edim. Sizlar ig'ir ko'may Qambar xonimning turalg'usini deb bergan bo'lsizlar. Qambarxon degan men bo'laman. Nima gaplar bor edi? Sizlar Qashqa Chumbusdagi Mehmet Ilohunning qizi qadrli ocham Qambar xonim bo'lamdilar. Men ta hozirgacha dadamning kimligini bilmayman. Dadangızning kimligini men aytib beray qizim. Ana, siz aytib basila. Mening dadam Sodiq kim? Aytmaslar. Sizning dadınız. Sizning dadınız. Acep bu bir zaman bugün. Oğlum kürleydeydim. Yürektik sevdabım kanka örgüdeydeydim. Endi qaytib keldilimi ana? Meni alasın. Ana. Pek ensiz görünüyordular. Bir iş oldu mu? Vay balam, nima bo'latdi? Matitayning doğu yayilari ko'chim yurib odam tutayotibdi. Bugun ataning ichida bizning ko'chig'imi keladigan o'xshaydi. Ular nemishqa odam tutudikini? Nimishqa tutadi jinim balam? Bo'yog'i yetgan qizlarni tutib Titay ordusida xizmatga soladi ekan. Shu men sendan ansirab qilyapman. Kimdi bu endi? Balam chiqib kirib ketdi. Bo'la qiz. Ha, kim? Oy, kesla balam. Değiştirdilmi ana? Otdan turibdi balam. Mahallemizde kalı bakıdığalla aziyip gelip süt çıkamadım. Şehirge kirgeç, silini yoklap çıkay dedi. Otdan boktu balam. Amin. Allahu Ekber. Değiştirdilmi ana? Otdan. Kızım, Mehmet İli Hakan kepti, çay iç çıkın. Ma'qul.
Qani, çayaq baxsılar bular. Rahmat. Zo'rxacha, sizlarga bir ko'ngilsizlik kelib qoldimi, qandaq? Shundaq, balam. Shahar osmonini qora tuman qopladi. Mati taynon chumoqchilari bo'yiga yetgan qizlarni tutib yuraydi. Shunga men mush qizimdan ansirab qilyapman, balam. Qacha, agar sizlar muvofiq bo'lsa, havo ham bir mezgil bizning uyda panoh qilib tursin. Bo'lamdi. Bunda qilsa yaxshi bo'lmasmikin? Zo'rxacha, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim havo xonni ko'z qarchig'imni asirgandek asrayman. Bulutlar tarqilib, ko'k osmon zimin bilan yuz ko'rishganda havo xonni sog'-salomat qo'lliq topshiraman. Oy. Balalarım, tez öz olanı dalın yana. Bulanmak tez. Tez bulayım, tez. Seni parayı topşırdım. Ben de hatırlayacağım. Ben de bir neçe günün kiyinle kayıp gelmeyen ana. Ana. Çapsan bulayım. Bulayım balam ana. Ha, mana keldim. Ketay alilerining buyrug'iga binoan qizingni ep ketgili keldik. Ketay alilari qizingga alaydi martaba ato qilmoqchi. Tezdan qizingni chiqirib ber. Qizim avvatga tuqqan mutlashib ketgan edi. Uyda yo'q turgan. Yolg'on aytma. Qizingning bayini tek cho'gini suv ko'tarib kirib ketganligini ko'rgan odam bor. Agar qizingni chiqirib bermaydigan bo'lsang, cho'giningni ko'rsan. Yolg'onsiz. Nima qarab turibsan? Otur. Durg'am, uyning ham yerini aqtirib tushdik. Bir ma'odam yo'q-ku. Unda qo'sa ma'o qerini aytmanglar. Qolgan gapni yolg'on deyishini. Mehmet Ali aka. Mati taynon cho'moqchilari onamni qiyin qistoqqa og'irmidi. Xotirjam bo'lsizlar. Zo'rxachamni Xudo o'z panohida saqlaydi. Mehmet Ali aka. Pek yerib ketdilar. Birdan eshakka minibasizlar. Men piyoda mangay. Yo'qsa havo xat. Men hargiz yerib qolmadim. Avdi xushni o'ssaklar, bizni uyga yetib boramiz. Assalomu alaykum, tashabbigim. Va alaykum assalom. Kela. O'tir ha. O'rik ye, qara. Iltifotlariga rahmat, tashabbigim. Shahar atrofidagi yizibaglari qushqas olvingni tugatdim-ku, qandaq, ha? Ha, hammasi tugitib bo'ldi, tashabbigim. Ketay oliylari shuncha bo'la ko'p qushqasning go'shini yeb, raso yoshirib ketadigan bo'ldi-da. Begim, heliqi Zo'rxon degan qirqaqvoshning zindonda yetayotganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bu ishni tezroq bir taraf qilsak bo'ladi. O qeri tezroq o'zi bo'ladi-ku. O'zlari aql parosatda kamak ayyorni besib tushirganlar begim. Ha, o'zlarining parosatlari bilan Zo'rxonning qora joyi sizning ilgilariga o'tish oldida turyapti begim. Endi bu qerining parizatdek chiroyli qizini Ketay oliylariga soy qilsalar, katta martabaga ega bo'ladilar. Shundaq. Tashabbigim. Şuna bizni to'shqan oladigan burkut
yilpiz oladigan yo'l vositasi bo'ladi. Assalomu alaykum titay olilari. Va alaykum assalom. Qani, qopa. İbrahim Peşap sayqıgan eliq qiz keçib ketibdigan titay olilari. Şuna onun anısını tutup ep gelip hazırca sulap koyup durduk. Nima? Aşı qizdan o'zini tutib kel. Ma'qul bo'ladi olilari. Sizlar degan har qanday gapni men jon dilim bilan beja keltirman olilari. Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Assalamu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Teştirdilimi Zo'rxacha? Obdan. Qizimning ahvoli qanday xaraq bolam? Zo'rxacha, xotirjam bo'lsa. Havoxon nayda obdan turyapti. Xotirjam bo'lsa. Men xeyli vaqtligicha qizim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman bolam. Chunki Matiy tayinchoqchilari men ko'z quloq bo'lib yuryapti. Shunga qizimni o'zlariga topshirdim bolam. Xudoyim sizlarga baxt ato qilsin. Qani bolam, buni asla. Rahmat ana. Biz sizning umidlarini aqlab, cho'qim menga baxtli o'timiz. O'zlarini asraslar ana. Amin. Allohu akbar. Tezroq mavslar bolam. Xo'sh ana. Anam bilan ko'rishalidimi? Qandaqroq turibdi? Onamiz nayt obdan turib etibdi. O ishimizga baxil keladi. Ana. Salavat qaytib keldimi? Xudo shukr bolam. Ostaslar. Nega yurib keldilar ana? Zaga xaniq verib sang bir jup oltin zir so'qtirib keldim qizim. Qara. Ay, buni hozir bermayman. Sening to'ying bo'lgan kun o'z qo'lim bilan qo'lqonga sep qo'yman. To'y? Shunda. Avaqat. Biz onamizning tiligini hargiz yada qo'ymaymiz. Bundan keyin baxtli turmush kechiramiz. Tursun qo'l. Vah vah vah. Hoş geplar begim. Mavi atqa yem bo'g'iz berib qo'shig'ini obdan to'yg'izib qo'y. Men hozir yalmil qaytaman. Xo'sh. Meni chaqirtqili odam avatib ekansan. Nima gaping bor edi? Ha? Zo'rxonning qizi Havoxonning xabarini oladimi? Uni izlayotganimizga 1 yildan eshib qoldi. Hozirgacha izdirgini ololmayotimiz. Qaraganda planimiz amalga oshmaydigan o'xshaydi. Planimizning amalga oshishi qosh bilan kirpikning orasida qoldi. Nima? Bir yangi xabarga erishgan o'xshamamsa?
Qizim. Mehmet Elican'ın kirmiginiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. U bolaga bir peshkanlik bo'lib qolmagandi, a. U oldingi qitim kirganda hasharga borman degan edi. Balkim hasharda uzoqroq turib qolgan o'xshaydi, ana. Men chiqib so'yib kiray. Ana, suni men akiray. Mati taynon cho'maqchilari ish qildida bizni paylab yuriydi. Shon sen talaga chiqsang bo'lmaydi. Meni erim bor, balam bor. Ular meni hech nim qilolmaydi. Yuzim yetib Ma'qul, ana. Havaxon. Beni koyup geç. Beni koyup geç. Ayağına git birisi. Beni koyup geç. Havaxon. Nomad doğru geldi. Qani kirsin. Assalomu alaykum, titay oliylari. Ulug' saltanatlari osmon palak yuqori ko'tarilgan. Rahmat. Shaharda momning setilish ahvoli qandayroq bo'lyapti-do? Naydi yaxshi. Intayin o'ngishliq ketyapti-do, titay oliylari. Tunugun bir kun ichida mom setilishni rad qilgan 157 fuqaroni tutib, hapsiga oldik. Mening farmonimga qarshi qilganlarga hargizmi yumshoq qo'llik qilishga bo'lmaydi. Biroq titay oliylari, Qashqardagi Ossondagi bir o'chimgadan kechlar titay yomini ustidan Urumchi Jongjongga arz qildi. Nima? Qashqarning strategik o'rni intayin muhim. Askari kuchi nihoyat zo'r. Shunday ekan, Yang Zingshin Qashqarga ko'z tikib qarashga hargiz ma'qullanmaydi. Titay oliylari, Yana nima gap? İbrahim Peshab soy qilgan hili qizni tutib olib keldik. Jannatul Rizvon kabi hujralarga o'rinlashtirib qo'yamdik, qandoq? To'limi yaxshi ish bo'pti. Uni o'rnashtirib qo'yinglar. Ma'qul. Xo'p.
Turla. Bu Titay oliylarining eng oliy martabalik xonishi. Uning oldidan obdan xabar elishinglar kerak. Agar u bir nima yegili unima joylik qilsa, har qanday chora tadbirlarni qo'llansanglar bo'ladi. Uqdingmi? Ha? Uqdiq. Ha. Yo'qlash. Bizmi sizga o'xshash Matitayning xorisiga uchragan. Bizning sizga yomonlik qilish niyatimiz yo'q. Agar siz bizga moslashmasangiz, Titayning odamlari bizni qattiq qiynaydi. Sizlar Uyg'ur xotin qizlari to'limi go'zal kelisizlar. Bana yaqinlashqich bo'lma. Mening erim bor, bolam bor. Erim ba? Sening ering mening qo'l ostindagilar tarafidan allaqachon u dunyoga safar qildi. Nima dedi? U olamga safar qildi deyaptilar. Bo'ldi. Qozam, dadam balam. Bo'ldi. Men bor, qozam. Bo'ldi. Onam balam, dadam balam. Bo'ldi. Mana. Assalom Zo'ri xocha. Alaykum assalom. Kasla Fatam xonim og'acha. Matitayning cho'moqchilari havo xonimni tutib ketib, to'limi osonlik qildi Zo'ri xocha. Xudoyimning oldida nima gunoh qildimkin tong? Mening to'tkiligim qolgan odam. Mush kichikgina navramning andil yiqilgan hayotlik chirqi uchib qolmasli bo'ladi. Xudoyim bu navrlarning baxtini bera, ko'ngillarini buzmaslar Zo'ri xocha. Zo'ri xocha, sizlarning boshlarga bunday og'ir kun tushganda men qarab tursam bo'lmas. Agar menga ishansizlar, bu qizimizni men beqib cho'ng qilib, ondan o'zlariga qaytarib bersin. Bo'ladimi? Sizlarni avvar qilib qo'yamanmi, Fatam xonim? Undaq bo'lamdi-ha. Sizlarga nima martaba? Menga ishonganliklariga rahmat Zo'ri xocha. Men sizlarga har kuni tomoq kirgizib turdim. Rahmat Alloh. Fatam xonim. Maquzam. Xudoyim omonat. Xudoyimga omonat. Qozamga bo'lmoq aytib bermana.
Bo'ldi, turib qalsin. Xudoyimga omonat. Çatak oldu. Çatak oldu begim. Nima chatoq bo'ldi? Tite alileri Ürümçi Cancoğu tarafından Xançandaki çoğun cami aldı da dargı eslip da begim. Qanday qilamiz? Ha? Bu işte mening xabarimmi bor. Shunga bizmi jinimizni ip qechishimiz kerak. Uqdingmi? Bu ishga albatta kallı ishlatishimiz kerak. Mushundaq jiddiy paytda mushkul chorani qo'llanmay amal yo'q. Qani, gap qila. Hazır Qashqarga yenidan tayinlangan Tite'nin chirikleri asosiy yo'llarni qamal qilib qo'ygan tursa, biz endi nagimi qochib ketalaymiz begim? Depaqsla qandaqmi qochib ketalaymiz? Buningga chora bor, jiddiylashma. Atışning begi ayni vaqtda akam bilan Qashqar xalq madrasasida birga o'qigan. Biz shuni panoh tortib olsak, bizni cho'qim panoyiga oladi. Undaq bo'lsa, hozir yo'lga chiqaylik. Kunduz yo'lga chiqish xatarlik. Hozircha xoliroq bir ayaga mo'kinib turib, qarang'i tushgan aman yo'lga chiqib ketamiz. Ha? Qani. Qizim, o'ldirga yetib keldik. O'rgatuvchi sizlar. Tag'a, sizlarning bu yaxshiliklarni o'lsam unutmayman. Xo'sh qizim, omon bo'lsak, yana ko'rishamiz. Ensirgen edim. Canım ana. Kızımız qanday qani? Kızımni bir ko'ray ana. Qanday qani? Xo'shnimiz Fatimxon beqib berdi bolam. Nima? Ana biz aldanıptık. Biz bala o'g'rilarning aldam xatisiga tushib qatdik ana. Bolam. Oxirgi tiniqim qog'ucha umrimni bir ko'rmasam. Bu dunyodan omonsiz Yo'q ana. Sizlar tehi yashaydilar. Men endi bu uydan hech yerga bormayman. Sizlarning onlardan xabar olaman ana. Bolam, mening ko'nglimni osqandi. Men o'lgandan keyin sen herkesine ko'rib turmay. Avatdagi tuqqanini ana. Anladingmi bolam? Bolam. Bolam hayotda. O'lgandan keyin meni dadamni ayinaman. Dotni qadamlar. Anladingmi? Meni dadamni ayinab
Gözlerini açsılar ana. Beni yalnız taşlar koymuşlar ana. Ana. Ben yalnız kaldım kulübü ana. Qashqarga yangidan tayyorlangan tetaga Ovat xalqining qiyinchiligini tafsiliy doklad qilgan. Xo'p, begim. So'q qiyinchiligini deyishni unutib qolmag'aylar. Xo'p, aqshaynim. Baldıroq qaytib kel ha. Voy. Sarxon, ovozlar ayolning dardiga o'xshaydi. Berib anglab beqing. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Singlim, qanday dardlar bo'lsa bizga esila, biz sizlarga yordam qilamiz. Sizlarga ko'p rahmat acha. Mening dardimga bir Allohdan boshqa hech kim yordam qila olmaydi. Shunga gap qilmaydi qo'y. Bu kishi bizning Ovatning begi Oblabek bo'ladi. Bu kishi har qanday datmanning beshini siylaydigan esil zot. Sizlar tortinmay so'zlayversizlar. Beshimga kelgan kulfatlarni bir kun so'zlasam tugamaydi. Sarxon, bu mehmonni uyga boshlang. Qolgan gapni uyda deyishaylik. Ey, yalan töz qalanda. Nemishqa hukumat odamlariga mush ko'tirsan? Ha? Agar birov sizning xotiningizni ib qolsa, siz qanday qilardingiz? Og'zingni yum. Pashkab begimga gap yondiryapsan texi. Bu yalan to'shni hozirla Xanjing sepil quruvchiga olib berish kerak. Uning terak takchini Azroilning qo'liga tushib, sesqitini qurt qo'ng'ildan yapib ketsin. Bo'ladi begim.
atamga ne deptim atamga ne deptim Rahmet Avaxon. Sizning çağan duttaringizning muğliq ovozi mening 20 yillik xumarimni chiqarib Meni maqtaganlarga ko'p rahmat degin. Avaxon, bugun tovangi jangizdagi Turg'unboy o'g'il o'ylabdi ekan. Shu to'yga bilib berib kelsa qandaq? Ma'qul begim. Emis uchingizga chapan kiyib chiqing. Avaxon, Sizlar Avaxon, bu yoq kim bo'ladi? bu yoq mening burunqi erim bo'ladi begim. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ptamisa, biroq er-xotinlikning yuzini qilib, bu kishini obdan mehmon qilib qo'ying. Uyga kirsizlar. Chaysizlar. Avaxon, seni onam topdi. Hayotimdan umidimni uzib turganimda Oblabek uchrab qoldi. Sizlar nalada yurib, nima kulpatlarni topqanlar? Qancha sepinglar remont qilish qurilishida ishlayapsam, Qashqarga yangidan tayinlangan Moshovo degan detaydan bizni qo'yib berish to'g'risida yorliq tushibdi. Bu yerdan qaytib keliblar, izdirigini qildi. Qizimiz Qambarxonning uchurini olaladim. İbrahim Paşa ayni vaqt qizimizni elib otishga qechib ketibdi ekan. Yaqinda Oblabek qizimizning izdirigini elish uchun otishga odam avatdi. Uchiri kelgan amon otishga chiqib qizimizni qaytarib kelmoqchimiz. Bizga qilgan askirliklar oz emas. Uningdan intiqom olmay qo'ymayman.
keyin qandoq bo'lgan edi? Keyingi ishlarni qizim Qandaxon biladi. Men fani olamda uzoq tursam bo'lmaydi. Boqiy olamga tezroq qaytib olaman. Bir 1935-yili Atuşda bəglik düzümü əməldən qaldırılıb, yenidən nayi təsis qılınıb, Feyzivat nayisinin başquruşdan Qashqar Dotay Yamılının bevasita başquruşuga ötküzüldü. İbrahim Paşa şu çağda Yamılga xizmatga o'rinlashdi. Yanala Qandaxonning chalg'ini tizikkan. Dadisi, naqsh aytayotganlar kimlar ekan? Kim bo'latdi? Heliqi Mamtili To'xtaji degan soltak ziyoli, Turkiyada o'ginib kelgan ozg'ini bilimi bilan bir necha kalti ko'sayni bilan yig'ib olib, ko'chalarga chiqib, fanniy maktab ochiman, yangilik yoritiman deb biljirlab yurdi. Voy, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab ichadigan odamlar ekan-ku ular, ha? Agar ularning bu ajnabilarcha harakatini Qashqar Dotay Yamuludagilar anglab qoladigan bo'lsa, bu soltak apadilarning 2 puti 1 o'tik qiladi-da. Albatta shundoq bo'ladi-da, dadisi. Hey, Qambarxon ko'rinmaydi. Qayerga ketdi? Ha? Hoylada qolgan do'stlar chaqirib chiqib ketgan o'xshaydi. Hey, qiz bola degan talada qaloymiqon cho'glab yursa bo'lamdi, ha? Mang, qizingni darhol chaqirib kel. Hozirla chaqiray. To'xta. Esingda bo'lsin-ki, qiz bola deganni uydan chiqolmay, o'tning ichida paxta saqlagandek beqish kerak. Qaytib kel. Ma. Xo'p. Oh
bulbulu bo'lishga munosib qizkan bu. Agar bizning diyorimizda shunday xushnavo bulbullar ko'p bo'lsa, nima degan yaxshi bo'lar. Assalom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelasizlar? Tinch salomat turdinglarmi? Hozir naqsh etgan qiz siz bo'lamsiz? Ha, men bo'laman. Tutlarni nihoyat yaxshi chaladi ekansiz. Naqshni nihoyat chiroyli etadi ekansiz. Bu do'stim naqshi aytish, doktorchilik shunda qisqa. Nihoyat yaxshi. Sizning san'atda haqiqatan talantingiz bor ekan. Rahmat. Siz yangidan qurilgan otish nahiyalik sanoyi nafsaga artist qabul qilyapatdik. Shundaq. Biz hozir sizni sanoyi nafsaga qabul qilmoqchi bo'lyapmiz. Artist bo'lishni xohlamisiz? Qandarxon, Siz bu qizning onasi bo'lamsiz? shundaq bir ishinglar bormidi? Acha, biz qizlarni sanoyi nafsaga artist qabul qilmoqchi. Qo'shilam lekin. Mening qizim hargiz artist bo'lmaydi. Qandarxon, yur. Mana, uy kirib ketamiz. Mana. Bu haqiqatan chiroyli qizgan. Naqshini nihoyat yaqinlik etadi ekan. ekan. Bu kimning qizidir? Ha? U qiz yomilda ishlaydigan Ibrohim Beyning qizi bo'ladi. Bu qizni cho'qim artistlik qabul qilish kerak. To'g'ri. Begim. Eliqi Muhammad Ali degan yalangtosh bizni otishqimi izlab chiqibdi emasmi? Qanday qilamiz? Hay, Mishagim izlab ketdimi? shundoq. Ay, u yalang to'shni shu vaqtda o'ldirasa bo'pti-ki. Shundoq qilsak bo'pti-kan, begim. Endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'l. U hech qanday qilolmaydi. Bu qatam u yalang to'sh uchrab qolsa, qo'yni bo'g'izdigandek bo'g'izib bitimiz, ha? Ma'qul begim. Shunday qilaylik. Xo'p. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç. Tağaq elinglar. Yaxshi. İbrahim munofiq qayerda? Oy Allah! Oy! Allah! Adam mama! Oy! Oy can! Oy! Oy! Oy qanday qilaman? İtoatimi. Munofiq. Buni qilyoqchi. İte! İtem sen itman sen! Yüzünde kırıyalakçı! Qandarxon, tek cho'ylini supurib bo'lamidingmi? Mana az qoldi ana. Hozir supurib bo'laman. Mana uyga kirib qochquchilarni yuvat. Ma'qul ana. Hey.
Dadisi, nimaga buncha ola xafa bo'lib qoldilar-ki? Ey, Qasım hakimning mushunchilik kichik ishqimi aralashib vaqtini qaramamdigan, ha? Ey, Qambarxonni artistlikqa ep ketadigan bo'pti-da. ey, Qambarxonni artistlikqa ekidadigan ish bo'lmay nima? Qasım hakimning ishini rad qilib bo'lmaydi. Qambarxonni bermay amal yo'q. Kirim. Assalomu alaykum. İbrahim bek, biz Qambarxonni apkatgili kelgan edik. Uni bizga chaqirtagan bo'lsa bo'pti. Begim, Ha, nima gap? Namet Dorg'ini yoqa yurtdan kelgan noma'lum birisi o'ltirib yetibdi. O'ltirib yetibdi? Ha. Amin. Allahu akbar. Ha, sen chiqib, Tursun, Yasin, Ahmadlarga deb qo'y. Qo'rog'i obdan qarasin. Bir chataq chiqib qolmasin, ha? Xo'sh, Begim. Obdan qarasin hamisa, ha? Qambarxonni maqtab qo'ysiz, ko'ranglab ketganini qaranglar. Ağlasam onu İbrahim Bey yıkılıp ekan. Ameliyatda onun öz atansının kim ekanligini hech kim bilmaydi ekanmish. Uning tegi takti yo'q-kanda. Erdan yamanlagan xotindek qapaqlaring tushib ketibdi-ku. Nim bo'ldi? Ama sizlardan so'raydigan bir ish bor edi. Azmangni azmay, nima gap bo'lsa so'ramam sen. So'rg'ina. Meni kishilar tegi takdining tayini yo'q deyishyotdi. Mening o'z atanam Sodiq kim? Artist bo'libla, tiling chiqil turibdi-ku sening. Ha? Mushudaq gapni naladini gulib kelding? Yana dersan? Men baxtli turmushni, tinch xotirjam yashashni shuncha orzu qilgan bo'lsam-mu, lekin baxtsizlik meni cheksiz azoblanishga hali qoldi. Yo'qol! Sendek Tiyitekti'nin Tanyo kalenderinin kızı bilen öyle tutmayman. Yo'qol gözümdün! Bo'ldi singlim, ko'nglingizda yerim qilmang. Odamning qadr qimmatini bilmaydigan mushundoq kishilar rehimsizlik qiladi. Biroq otishnoyisidagi necha minglagan xalq sizni hurmatlaydi, qadrlaydi. Yuring, zalda necha yuz tomoshabin sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutyapti. Vay çirayım seriyem saman. Vay saman bin ayır yağma diye.
Oldun sen bağda çergen Girip seni bir Allah'a tapşırdım Allah saldı cüdalık Cüdalık derdige Girip seni bir Allah'a tapşırdım Giripcan Xushxabar. Tönögün Atışnaylik Medeni Aqarsh uyushmasining zalida o'rinlangan Rabia Saydin dramasi Urumchi san'at o'migidagi rahbarlarning nihoyat yaxshi bahosiga erishibdi. Ular ishqinlarni Urumchi san'at o'migiga yo'tkaydigan bo'pti. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Seliqlar yig'ilib bo'ldimi, ha? Yig'ilib bo'ldi begim. Ha, o'qi. Oqqoshdan 500 sar. Ha. Qo'qoshdan 1000 sar. Ha. Yeni O'stangdan 500 sar. Ha. Ha. Ha, bu yil Alman seliqlar yaxshi yig'ilibdi. Kelar yilimi mushundaq obda yig'ishni talab qilaman. Ha, puhralardan bir sar seliqni ortiq yig'ishga bo'lmaydi. Angladingmi? Anladim. Ishlar men degandek bo'lsin, chiqib o'rinlashtirgan, ha? Bora. Xo'p begim. Hoy, choy yeb chiqinglar. Begim. Voy begim. Xushxabar. Kelinglar, xotin, o'tiringlar. Oy. Ha. Shu tapda xushalliqdan yurgim yerilib ketayli deb qoldi. Bugun Avatning bozoriga bir otishliq savdogar kelibdi. Uning deyishicha, qizimiz Urumchi san'at o'mikiga yo'tkilib ketibdi deydi. Ha, yo'tkilib ketdi danglar. Endi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Endi sizlar qo'shilsizlar, qizimizga Qashqarga kelish haqida xat yozaymikin? Ha. Men baglik taxtida o'ltirg'ili 30 yil bo'libdi. Amrimda 4 ayolim bo'lsa-mu, birimi farzandim yo'q. Hay, ist. Ko'ngillarni yerim qilmasizlar begim. Qiz bo'lsa-mu, bir farzandimiz bor emasmi? Ha? Ha. Onda bo'lsa xat yozinglar. Ma'qul. Qashqarga kelsin. Men yuqorqi janziga berib kelay, ha? Bo'ladi. Xudoyimga omonat. Ha. Qizim, 9 ay, 9 kun qo'saq ko'tirib, sizni tuqqan onangiz bo'lsam-mu, biroq ta'tir falakning qismatidan sizni 20 necha yildan buyon bir haqiqatmi qizim deb bag'rimga bosamidim. Sizning didoringizga qanamidim. 20 necha yillik hijron azobi meni to'limi qiynamoqda. Yurgim Aşu hicran azabının destidan bağan siri zayıfleşmekte. Belkim meni bu dünyada körediğen günüm az kalgandı. Şuna sizden en ahırkı qitim kütüdüğünüm eğir kömey Qashqarga bir qitim kelgan bo'lsangiz. Sizni qizim deb bir qitim bag'rimga besib elib o'lib ketsam armenim yo'q edi.
Voy. Bizning talantli artistimizga nima bo'lgandi? Ko'zlarda yosh liqirlab qapti o, ha? Men texe nimishkin deptiman. Buningga xushal bo'lmay, yig'lig'iningiz nemisi? Avaxon sizni tuqqan o'z onangizken. Bundaq ishlar jamiyatda bo'lib turadi. Bunchalik ishlarga qayg'urib yurishning nima hojati deyman. Biroq tatam mening tatam Ma qarang, bu seri hamon bir kuni yeshiladi. Onamiz qaytadi sizni Qashqarga taklif qilgan bo'lsa, berib kelsangiz bo'ladi-ku. Ha? biroq idoraning xizmati bilan ishga bolni qanday qilamiz? Buningdan ansirab ketmang. 2 balani men beqib turaman. Siz idoradan bir oylik ruxsat so'rasangiz bo'ladi-ku. Hava xinem, qarsala kim ketdi? Voy qizim! Ana, canım qizim! Ana! Canım qizim! Ana! Ana! Canım ana! Qani, uyga kiraylik. Qizim, uyga kiraylik. Qizlar ketdi-da. Salomat ketlar. Qizim, o'ltirsizlar. Canım qizim. Ana, didar ko'rishimiz bo'ladi ekan. Xudoga shukr. Ana. Shuncha ansirgandim. Voy. Ana balishkanlar aram bir ko'rishgan qinish bilanglar. Yursizlar, biz uyga kirib ketaylik. Begim. Yamaladagi Tursun Şanyo dehqonlardan 25 sar tangini ortiq yig'ibdi. Buni qanday qilamiz? Tursun Şanyo mensibidan eptashinib 25 sar tanga baglik xazinasiga qaytarib kelsin. Xo'p, begim. Hap Tursun Şanyo. Hap Tursun Şanyo. Ana bola ishkanlar oxirida darlashibsizlar-da. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat begim, buning hammasi o'zlarining iltifoti. Yaxshi. Qizinglar bilan 20 necha yilda aram bir ko'rishganda, obdan mehmon qilib kutib elinglar, ha? Ma'qul begim.
Havaxon, bu yerda nimaga mo'lnib o'ltirib ketdinglar? Ha? Hey begim, şu kızım Qambarxon bugun yo'lga chiqmoqchi ekan. Qizimdan ayrilishga faqat ko'zim qiymayotdi. Men sizlarga degan mirosxo'rlikning ishini deb baqdinglarmi? Bu savollarga men javob beray begatta. Meni o'zlarining marasxo'r qilib tanlaganliklariga rahmat. Biroq mening hozir bu yerga qaytib kelib, sizlarning qo'ri joylariga, ta'alluqlarga varislik qilishimga sharoitim yo'q. Men mol dunyoga ancha qiziqmayman. Agar sizlar xohlasalar, keyinlikda mol dunyo ta'alluqlarini o'z tavalliklariga yo'qsil yetim misrlarga qoldirg'aylar. Ular sizlarning haqiqiy marasxo'rlari. Ama men yo'lga chiqay. Aman bo'g'aylar. Voy qizim. Shunda qilib ketamla qizim. Endi qachon ko'rishishga nasib bo'lar? Seni ko'ralarmi qizim? Ama Xudoyim nasib qilsa ko'rishamiz ama. Voy canım kızım. Havaxonni chaqiringlar. Oy, begim, bayatdala xeli yaxshi turayotgandilar. Nim bo'ldilar? Oy. Qandaqroq begim? Xotinlarim, men yaxshi o'p ketanmaydigan o'xshayman. Men o'lgandan keyin mirosning yerimini 3 cho'nlar tang bo'lishinglar. Qog'inni ovatdagi yetim yesirlarga bo'lib beringlar. Undaq demisizlar begim. Bizni qo'rqitmaslar begim. Xudoyim sizga shifolik berib qolar. Siz saqib ketalar. Cho'qim saqib ketalar begim. Begim. Bizni qo'rqitmaslar. Begim. 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 Voy begim. Voy begim. Bizni tashlab ketmisizlar begim. Begim.
Qambarxon, sizni onangiz izlab ketdi. Anamma. Ha, yürü. Ama. Oy kızım. Ama. Ama. Qandaq ahvollari qizim? Yaxshi ama. Ama men repetitsiya qilyaptim. Birdan turib tursizlar. Ruxsat so'rab chiqay. Ma'qul, ma'qul. Qani, keslar ama. Yuqoriga sizlar. Amin. Allohu akbar. Salomat turla qizim. Xudo shukri ana. Menimda o'ltir. Sizlar o'tdan turiblar. Inshaalloh. Ana, begotam kelmabdi-ku. Dadillarning bu yerga kelishga umri yor bermidi. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmaslar ana. Men choy damlab kiray. Ma'qul qizim. Ama Ha? sizlardan bir gapni so'ray degan edim. So'rasam bo'ladimi? Bo'ladi qizim. So'ravasizlar. Kishilar meni tegib tekdinan tayini yo'q, dadasini kim ekanligini hech kim bilmaydi deyishir ekan. Sizlar ig'ir ko'may mushu gapni menga tushuntirib qo'ygan bo'lsalar, mening dadam zodi kim ama? Sizlarning dadillari dadillari u. Ana, bema'ni savollarni so'rab ko'ngillarni beyarim qilib qo'ydimmi qandaq? Yo'q bolam. Sizlarning dadillari hayot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom dada. Ana, salomat kelishiblar. Qani, yuqoriga o'tsizlar. Akasli dada, la Allah. Bu namussuz iflos buzuq. Qambarxonni biz beqib cho'ng qilsak, sen qaysi yuzing bilan bizning bolamizni qishib kelding? Nomussiz deganchi, sen inson qalbidan chiqqan bola o'g'risi. Sen men yo'q fursatdan foydalanib, mening bolamni o'g'irlab, meni saq 25 yillik hijron azobiga qo'yding. Yana qaysi yuzing bilan mening qizimning yeniga kelishga ketding? Buning vicdonim qandoqchi dedi? Sen Bo'ldi qilinglar. Jinim qizim. Qo'sh kelinglar mening onam. Bo'ldi. Urushmanglar. Bo'ldi qilinglar. Qizim. Ana, dada, bozorga chiqishamlar. Ha. Azroq sodalik qilib kirayli. Bo'pti, boldiroq qaytib kelishadi. Xo'sh anasa. Xo'sh. Xo'sh.
Ana, keş kopuplu mu? Teşlik kızım. Özlürçü. Mama optan. Ana, sizler birden o'ltirib turasizlar. Men idoraga chiqib ruxsat so'rab kelay. Bo'ladi kızım. Ma'qul. Xudoyimga omonat ana. Xudoyimga omonat kızım. Ana! 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 Kızım. Birer iz nişan kaldırmay ketişke, ko'nglim unumay bu xatni yezib qoldirdim. Can jigar kızım Qambarxon. Siz mening bu dünyadaki birden bir yalğız kızım. Mening bu dünyada sizden başka hiç qandaq yaqin adamım yok. Biroq özüm bir ta'tir peshoni bo'lganligim uchun dadamdan kichik qilib yetimchilik ichida cho'ng bo'ldim. Turmushda ig'ir baxtsizlikka uchrab, bag'rimni yerib tushgan qizimni beqib cho'ng qilish fursatidan mahrum qoldim. Havada bulutlar tarqab, kök asman zemin bilan yuz ko'rishgan bugungi kunda siz bilan diydor ko'rishib, hayotimdagi barliq orzuyim amalga oshdi. Biroq İbrahim degan munofiq bilan Potamxon Hazazul hayotlik beg'imning gul chechaklarini to'zitib o'tgan razil sharmandilar men visal shodligiga cho'mgan mushundaq chog'da zaharlik nashtirni manga sanjib ko'nglimni to'limi parakanda qilib o'tdi. Ular hamon bir kuni manga qilgan eskiliklarning jazosini tatidi. Hamon bir kuni qon qusib o'ldi. Xayr. Can jigar qizim. Sizni o'g'il sutiga qondiramagan onangizni kechiring. Sizni tuqqan onangiz sizga qarshilab bo'lmaslik uchun siz bilan mangulik xo'shlashishni qaror qildi. Agar Xudo nasib qilsa, ikkimiz boqiy olamda ko'rishamiz. Shuningga ishoningki, mening hayotlikqa bo'lgan ishonchim tex yo'qolgani yo'q. Men tex yashayman. Umrlik xo'sh. Jon jigar qizim Qambarxon. Ama! Qambarxon. Ha? Qambarxon ko'rinmaydi-ku. Hey xotin, Eriqa Hazazul xotinning sesiq gaplari jon jinindan o'tib, yuragimni zidi qilib atdiginan voy. O Hazazulning gapini qilmisizlar dadisi. Uning gapini anglab yuragim qatidan chiqib ketayli dedisilar. Ona bir demanglar. Oy, xotin, mayada bir poch xat turdi. Qani o'qib ko'rayli. Nima xatkim bu? Bir o'qib baqsizlar dadisi. Voy yuragim. Voy yuragim. Oy dadisi. Oynim bolla. Asta. Nima xat o'g'ay bu? Oy yuragim. Oy. O'quvchilar qarshi turish ko'rishini cho'nqur qanot yaydirayli. Sinfiy kurashni oxirigacha olib borayli. O'quvchilar qarshi turish ko'rishini cho'nqur qanot yaydirayli. Sinfiy kurashni oxirigacha olib borayli.
O'quvchilar qarshi turish kurashini cho'nqur qanot yaydirayli. Sinfiy kurashni oxirigacha olib borayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qurbon Ibrohim salomat turdingmi? Boy saqchi darsidan odam kelib, Qambarxonni tutib ketib qoldi. Nima? Nima dedingiz? Uni nima ish tutib ketdi? Saqchi darsidan tekshirib aniqlashicha, Qambarxonim aksiyachil o'ngchul unsur Niyoz Umarning qo'llig'uvchisi ekan. Uningdan boshqa saqchilar yana Qambarxonimning ayni vaqtda jallod Matitayning pushti ekanligini aniqlab chiqibdi. Men barliq dalil isbotlarni to'plab, uni saqchi idorasidan cho'qim qutqizib chiqaman. Shu chaqda Mahmudjon barliq dalil isbotlarni to'plab, aksiyatchil o'ngchil unsur Niyoz Umarning qo'llig'uvchisi degan hukmni og'dirib, meni turmadan qutuldirib chiqqan bo'lsa-mu, biroq Matitayning pushti degan hukmga qarshi isbot topilmaganlikdan men toki boqiy dunyoga safar qilguncha san'at hayotim bilan mangul vidolashdim. Mening dadam zot ekan. Dada, qizim, dadalar silini ko'gili keldi. Dada! Ana! Dada! Ana! Dada! 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 Qambarxon, bizdan rozi bo'ling. Bizdan rozi bo'ling. Oy çirayım seriyem saman
mashhur xalq san'atkorimiz Qanbarxon Ismoil garchi oramizdan vaqtsiz kechib qolgan bo'lsa-mu, lekin uning kishi qalbini larziga soladigan jarangliq naqshlari, dutlarning tarlardan urg'ugan mungluq kuylari Xon Tangri vodisida abadil abad yangrug'usi. Qashqarga yangidan tayyorlangan tetaga Ovat xalqining qiyinchiligini tafsiliy doklad qilgan. Xo'p, begim. So'q qiyinchiligini deyishni unutib qolmag'aylar. Xo'p, aqsaynim. Baldıroq qaytib kel, ha? Voy. Sarxon, ovozlar ayolning dardi o'xshaydi. Berib anglab beqing, ha? Assalomu alaykum, singlim. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Singlim, qanday dardlar bo'lsa bizga esila, biz sizlarga yordam qilamiz. Sizlarga ko'p rahmat, acha. Mening dardimga bir Allohdan boshqa hech kim yordam qila olmaydi. Shunga gap qilmaydi qo'y. Bu kishi bizning Ovatning begi Oblabek bo'ladi. Bu kishi har qanday datmanning peshini siylaydigan esil zot. Sizlar taytilmay so'zlayversizlar. Beshimga kelgan kulfatlarni bir kun so'zlasam tugamaydi. Sarxon, bu mehmonni uyga boshlang. Qolgan gapni uyda deyishaylik.
Ey, yalan töz qalanda. Nemishqa hukumat odamlariga mush ko'tirsan? Agar birov sizning xotiningizni ip qilsa, siz qanday qilardingiz? Ağzını yum. Paşkap begimge gap yandırıyotam sen tehi. Bu yalan töshni hozirlik Xanjing sepil quruvchiga olib berish kerak. Uning teraktakchini Azroilning qo'liga tushib, sesqitini qurt qo'ng'ildan yapib ketsin. Oldu begim.
rahmat Avaxon. Sizning chaqan duttaringizning muğliq ovozi mening 20 yillik xumarimni chiqarib etdi. Meni maqtaganlarga ko'p rahmat degi. Avaxon, bugun tövenki jangizdagi Turg'unboy o'g'il o'ylabdi ekan. Shu to'yga bilib berib kelsa qandaq? Ma'qul begim. Emis uchingizga chapan kiyib chiqing. Avaxon, Sili. Avaxon, bu yoq kim bo'ladi? Bu yoq mening burunqi erim bo'ladi begim. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ptamisa, biroq er-xotinlikning yuzini qilib, bu kishini obdan mehmon qilib qo'ying. Uyga kirsizlar. Çayısılar. Avaxon, seni oran topdim. Hayatımdan ümidimni üzüp turgunumda Oblabek uçurab kaldı. Sili naladi yurib, nemi külpetlerine tapqallar. Qancha sepilni remont qilish qurilishida ishlayotsam, Qashqarga yangidan tayinlangan Mashavo degan tetaydan bizni qo'yib berish to'g'risida yorliq tushibdi. Bu yerdan qaytib keliblar, izlaringni qildi. Qizimiz Qambarxonning uchurini olaladim. İbrahim Paşa aynı vaqt qizimizni elib atışqa keçib ketibdikan. Yaqinda Oblabek qizimizning izlarigini elish uchun atışqa odam avatdi. Uchuri kelgan aman atışqa chiqib qizimizni qaytarib bermoqchimiz. Bizga qilgan askiliklar oz emas. Uningdan intiqom olmay qo'ymayman. Keyin qanday bo'lgan edi? Keyingi ishlarni qizim Qambarxon biladi. Men fani olamda uzoq tursam bo'lmaydi. Boqiy olamga tezroq qaytib olaman.
1935-yili A3'da bəglik tüzümü əməldən qaldırılıb, yenidən nayi təsis qılınıb, Feyzivat nayisinin başquruşidan Qashqar Dotay Yamılının bevosita başqurushiga o'tkazildi. İbrahim Paşa shu chaqda Yamılga xizmatga o'rinlashdi. Yana la qanday xanning chalg'ini tezikkan. Dadisi, naqsh aytayotganlar kimlar ekan? Kim bo'latdi? Heliqi Namtili To'xtaji degan soltak ziyoli, Turkiyada o'ginib kelgan ozg'ini bilimi bilan bir necha kalti ko'sayni bilan yig'ib olib, ko'chalarga chiqib, fanniy maktab ochiman, yangilik yoritiman deb biljirlab yurdi. Voy, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab ichadigan odamlar ekan-ku ular, ha? Agar ularning bu ajnabilarcha harakatini Qashqar Dotay Yamuludagilar anglab qoladigan bo'lsa, bu soltak apandilarning ikki puti bir o'tik tiqiladi-da. Albatta shundoq bo'ladi-da, dadisi. Hey, Qambarxon ko'rinmaydi. Qayerga ketdi? Ha? Ho'ylida qolgan do'stlar chaqirib chiqib ketgan o'xshaydi. Hey, qiz bola degan talada qaloymiqon cho'glab yursa bo'lamdi, ha? Mang, qizingni darhol chaqirib kir. Hozirla chaqiray. To'xta. Esingda bo'lsin-ki, qiz bola deganni uydan chiqolmay, o'tning ichida paxt saqlagandek beqish kerak. Qaytirib kel. Ma. Xo'p. Atış bulbulu buluşqa münasib qizkan bu. Agar bizning diyorimizda shunday xushnavo bulbullar ko'p bo'lsa, nima degan yaxshi bo'lar?
Assalom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelasizlar? Tinch salomat turdinglarmi? Hozir naqsh etgan qiz siz bo'lamsiz? Ha, men bo'laman. Tutlarni nihoyat yaxshi chaladi ekansiz. Naqshni nihoyat chiroyli etadi ekansiz. Bu do'stim naqshi aytish, doktorchilik shunday qisqa. Nihoyat yaxshi. Sizning san'atda haqiqatan talantingiz bor ekan. Rahmat. Biz yangidan qurilgan otish nahiyalik sanoyi nafsaga artist qabul qilyapatdik. Shundaq. Biz hozir sizni sanoyi nafsaga qabul qilmoqchi bo'lyapmiz. Artist bo'lishni xohlamisiz? Qandarxon, Siz bu qizning onasi bo'lamsiz? shundaq bir ishinglar bormidi? Acha, biz qizlarni sanoyi nafsaga artistlikka qabul qilmoqchi. Qo'shilam lekin. Mening qizim hargiz artist bo'lmaydi. Qandarxon, yur. Mana, uy kirib ketamiz. Mana. Bu haqiqatan chiroyli qizgan. Naqshni nihoyat yaqinlik etadi ekan. Ekan. Bu kimning qizidir? Ha? Bu qiz Yamolda ishlaydigan Ibrohim Beyning qizi bo'ladi. Bu qizni cho'qim artistlikka qabul qilish kerak. To'g'ri. Begim. Eliqi. Muhammad eli degan yalan to'sh bizni otishqimi? İzdab chiqib emasmi? Qanday qilamiz? Hey, Mishagim izlab ketdimi? shundoq. Ay, u yalang to'shni shu vaqtda o'ldirasa bo'pti-ki. Shundoq qilsak bo'pti-ki, begim. Endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'l. U hech qanday qilolmaydi. Bu qatam u yalang to'sh uchrab qolsa, qo'yni bo'g'izdigandek bo'g'izib bitimiz, ha? Ma'qul begim. Shunday qilaylik. Xo'p. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç. Tağaq elinglar. Yalaqchi. İbrahim munofiq qayerda? Oy Allah! Oy! Allah! Adam mama! Oy! Oy can! Oy! Oy qanday qilaman? It o'tma. Munofiq. Uy, bunda qil yalaqchi. İte! İtem sen itman sen! Yüzünü kır yalakçı! Qandarxon, tek cho'ylini supurib bo'lamidingmi? Mana az qoldi ana. Hozir supurib bo'laman. Mana uyga kirib qochquchilarni yuvat. Ma'qul ana. Dadisi, nimaga buncha ola xafa bo'lib qoldi lekin? Hey, Qosim akimning mushunchilik kichik ishqimi arilish vaqtini qaramamdigan, ha? Hey! Qandarxonni artistlikka ep ketadigan bo'pti-da. Hey, Qambarxonni artistlikka ekiladigan ish bo'lmay nima? Qosim akimning ishini rad qilib bo'lmaydi. Qambarxonni bamay amal yo'q. Kiring.
Assalomu alaykum. İbrahimbek, biz Qambarxonni apkatgili kelgan edik. Uni bizga chaqirib bergan bo'lsa bo'pti ekan. Begim, Ha, nima gap? Namet Dorg'ini yoqi yurtdan kelgan noma'lum birisi o'ltirib yetibdi. O'ltirib yetibdi? Ha. Amin. Allahu akbar. Ha, sen chiqib, tursun, yosin, amadlarga deb qo'y. Qo'rog'i obdan qarasin. Biror chataq chiqib qolmasin, ha? Xo'sh, Begim. Obdan qarasin amisa, ha? Qambarxonni maqtab qo'ysiz, ko'ranglab ketganini qaranglar. Ağlasam onu İbrahimbek yiqilib ekan. Amaliyotda uning o'z otasining kim ekanligini hech kim bilmaydi ekanmish. Uning tegi takti yo'q-kanda. Erdan yamanlagan xotindek qapaqlaring tushib ketibdi-ku. Nim bo'ldi? Ama sizlardan so'raydigan bir ish bor edi. Azmangni azmay, nima gap bo'lsa so'ramam sen. So'rg'ina. Meni kishilar tegi tektidan tayini yo'q deyishyotdi. Mening o'z otam Sodiq kim? Artist bo'libla, tiling chiqib turibdi-ku sening. Ha? Mushudaq gapni nalardan o'rganib kelding? Yana debsan? Men baxtli turmushni, tinch xotirjam yashashni shuncha orzu qilgan bo'lsam-mu, lekin baxtsizlik meni cheksiz azob berasiga xayr qildi. Yo'qol! Sendek tigitektining Toniyo kalendarining qizi bilan o'chib qo'yman. Yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi singlim, ko'nglingizni yerim qilmang. Odamning qadr qimmatini bilmaydigan mushundoq kishilar rehimsizlik qiladi. Biroq otishnoyisidagi necha minglagan xalq sizni hurmatlaydi, qadrlaydi. Yuring, zalda necha yuz tomoshabin sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutyotdi. Vay çirayım seriyem saman. Vay saman bin ayır yalma diye.
Allah sevendek yaxşı merdane. Bizden ayda sayıbızdan gönül sayıda giden dostum. Bizden ayda sayıbızdan gönül sayıda giden dostum. Her buldum sen bağda çergen. Girip seni bir Allah'a tapşırdım ben. Allah saldı cüdalık ne? Cüdalık ne derdige? Girip seni bir Allah'a tapşırdım ben. Giripcan. Xushxabar. Tönögün Atışnaylik Medeni Aqarç uyuşmasının zalida o'rinlangan Rabia Saydin dramasi Ürümçi san'at ömigidagi rahbarlarning nayt yaxshi bahasiga erishibdi. Ular ishqinlarni Ürümçi san'at ömigiga yo'tkaydigan bo'pti. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Seliqlar yig'ilib bo'ldimi? Ha? Yig'ilib bo'ldi begim. Ha, o'qi. Oqqoshdan 500 sar. Ha. Qo'qoshdan 1000 sar. Ha. Yeni O'stangdan 500 sar. Ha. Ha. Ha, bu yil Alman seliqlar yaxshi yig'ilibdi. Kelar yilimi mushundaq odda yig'ishni talab qilaman. Ha, fuqarolardan bir sar seliqni ortiq yig'ishga bo'lmaydi. Angladingmi? Anladim. Ishlar men degandek bo'lsin. Chiqib o'rinlashtirgan. Ha? Bora. Xo'p begim. Hoy, choy yeb chiqinglar. Begim. Voy begim. Xushxabar. Kelinglar, xotin. O'tiringlar. Oy. Ha. Shu tapda xushalliqdan yurgim yerilib ketayli deb qoldi. Ha. Bugun Avatning bozoriga bir otishliq savdogar kelibdi-kan. Uning deyishicha qizimiz Ürümçi san'at ömikiga yo'tkilib ketibdi de. Ha, yo'tkilib ketdi danglar. Endi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Endi sizlar qo'shilsizlar qizimizga Qashqarga kelish haqida xat yozaymikin? Ha. Men baglik taxtida o'ltirg'ili 30 yil bo'libdi. Amrimda 4 ayolim bo'lsa-mu, birimi farzandim yo'q. Hay, ist. Qamg'andi a. U oldingi qitim kirganda hasharga borman degan edi. Balkim hasharda uzoqroq turib qolgan o'xshaydi ana. Men chiqib so'yib kiray. Ana suni men akiray. Mati taynon cho'maqchilari ish qildida bizni paylab yuraydi. Shon sen talaga chiqsang bo'lmaydi. Meni erim bor, balam bor. Ular meni hech nim qilolmaydi. Yuzim yo'q. Ma'qul ana. Avaxan.
Beni koy yetiş! Beni koy yetiş! Ayağına git birisi! Beni koy yetiş! Hakan! Nomad doğru geldi. Qani kirsin. Assalomu alaykum titay oliylari. Ulug' saltanatlari osmon palak yuqori ko'tarilgan. Rahmat. Shaharda mumning setilish ahvoli qandayroq bo'lyapti-da? Naydi yaxshi. Intayin o'ngishli ketyapti-da titay oliylari. Tünügün bir gün ichida mum setilishni rad qilgan 157 fuqaroni tutib hapsiga oldik. Mening farmonimga qarshi qilganlarga hargizmi yumshoq qo'llik qilishga bo'lmaydi. Biroq titay oliylari Qashqardagi Ossondagi bir o'chimgadan kashla titay yomuni ustidan Urumchi Jongjongga arz qildi. Nima? Qashqarning strategik o'rni intayin muhim. Askeri kuchi nihoyat zo'r. Shunday ekan, Yangzingshin Qashqarga ko'z tikib qarashga hargiz petlanmaydi. Titay oliylari. Yana nima gap? İbrahim Peshab soy qilgan hiliq qizni tutib keldik. Jannatul Rizvon kabi hujralarga o'rinlashtirib qo'yamdi qanday. To'limi yaxshi ish bo'pti. Uni o'rnashtirib qo'yinglar. Ma'qul. Xo'p.
turula. Bu Titay alilerinin en ali mertübeli xanışı. Onun alıdın obdan haber elişinler gerek. Eğer o birine ilgili onuma cahillik kısa, her kandak çağrı tedbirlerini kullansanlar buludu. Uçtun mu? Ha? Uqtuq. Ha. Yo'q qilish. Bizmi sizga o'xshash Matitayni xorishga uchragan. Bizning sizga yomonlik qilish niyatimiz yo'q. Agar siz bizga moslashmasangiz, Titayning odamlari bizni qattiq qiymaydi. Sizler Uygur hatun kızları tolu mu güzel kilisine? Bana yaqinlashqich bo'lma. Mening erim bor, bolam bor. Erim ba? Senin erin mening qo'l ostimdagilar tarafidan allaqachon u dunyoga safar qildi. Nima dedi? U olamga safar qildi deyapti-da. Bo'ldi. Qozam. Dadam balam. Bo'ldi. Men bor qozam. Bo'ldi. Onam balam. Dadam balam. Bo'ldi. Mana. Assalom Zo'ri xocha. Alaykum assalom. Kasila patam xinam og'irja. Matitayning cho'moqchilari havo xinimni tutib ketib, to'limi osonlik qildi Zo'ri xocha. Xudoyimning oldida nima gunoh qildimkin tong? Mening to'tkiligim qolgan odam. Mush kichikgina navramning andil yiqilgan hayotlik chirqi uchib qamsli bo'ladi. Xudoyim bu navrlarning baxtini bera, ko'ngillarini buzmaslar Zo'ri xocha. Zo'ri xocha, sizlarning boshlarga bunday og'ir kun tushganda men qarab tursam bo'lmas. Agar menga ishonsizlar, bu qizimizni men beqib cho'ng qilib, ondan o'zlariga qaytirib bersin. Bo'ladimi? Sizlarni avvar qilib qo'yamanmi, patamxon? Undaq bo'lamdi-g'an. Sizlarga nima martaba? Menga ishonganliklariga rahmat Zo'ri xocha. Men sizlarga har kuni tomoq kirgizib turdim. Rahmat Alloh. Maquzam. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Qizimga bo'lmoq aytib bermana.
Bo'ldi, turib qolsin. Xudoyimga omonat. Çatak oldu. Çatak oldu begim. Nima çatak oldu? Titey alileri Ürümçi Cancoğu tarafından Xançandaki çoğun cami aldı da dargı eslip de begim. Qanday qilamiz? Ha? Bu işte mening xabarimmi bor. Şuna biz mi cinimizni ip kesishimiz kerak. Uqdingmi? Bu ishga albatta kallı ishlatishimiz kerak. Mushundoq jiddiy paytda mushkul chora qo'llanmay amal yo'q. Qani, gap qila. Hazır Qashqarga yangidan tayinlangan Titeyning chiriklari asosiy yo'llarni qamal qilib qo'ygan tursa, biz endi nagimi qochib ketalaymiz begim? Depaqsla qandaqmi qochib ketalaymiz? Buningga chora bor, jiddiylashma. Atışning begi ayni vaqtda akam bilan Qashqar xalq madrasasida birga o'qigan. Biz shuni panoh tortib olsak, bizni cho'qim panoyiga oladi. Undaq bo'lsa, hozir yo'lga chiqaylik. Kunduz yo'lga chiqish xatarlik. Hozircha xoliroq bir ayaga mo'kinib turib, qarang'i tushgan hamon yo'lga chiqib ketamiz. Ha? Qani. Kızım, ölür yetip geldik. Arıtınçı sizler. Tağa, sizlarning bu yaxshiliklarni o'lsam unutmayman. Hoş kızım, aman bolsak yana görüşemiz. Ana silagini bo'ldi. Qizim, Titeyning orasiga qaytib keldim. Ana qaytib keldi. Seni ko'ramay qolishdim. Bekli ansirgan edim. Keyin ana. Qizimiz qanday xalqini? Qizimni bir ko'ray ana. Qanday xanni? Qo'shnimiz Fatimxon beqib beribdi bolam. Nima? Ana biz aldanıptık. Biz bala o'g'rilarning aldam xaqsiga tushib qatdik ana. Nima bolam? Oxirgi tiniqim qog'icha umrimni bir ko'rvasan. Bu dunyodan oqsiz Yo'q ana. Sizlar tehi yaşaydılar. Men endi bu uydan hech yerga bormayman. Sizlarning hollardan xabar olaman ana. bolam. Mening ko'nglimni osqandi. Men o'lgandan keyin sen hargizmi tarafga turmay. Avatdiki tuqqanini ana. Ahlatim bor bolam. Bolam. Bolam hayotda. Ölgəndən keyin meni dadamla yinalar, döptüm qalanlar, ağladım. Ağladım acıdan balam. Meni bu
dadamın hıyla tepmedi. Ana! Gözlerini asıl ana! Beni yalnız taşlar koymuşsun ana! Ana! Ben yalnız kaldım kulübü ana! Ko'ngillarni yerim qilmasila begim. Qiz bo'lsa-mu, bir farzandimiz bor emasmi? Ha? Ha, onda bo'lsa xat yozinglar. Ma'qul. Qashqarga kelsin. Men yuqorqi janziga berib kelay, ha? Bo'ladi. Xudoyimga omonat. Ha. Qizim, 9 ay, 9 kun qo'saq ko'tirib, sizni tuqqan onangiz bo'lsam-mu, biroq ta'tir falakning qismatidan sizni 20 necha yildan buyon bir haqiqatmi qizim deb bag'rimga bosaman. Sizning didoringizga qanamidim. 20 necha yillik hijron azobi meni to'limi qiynamoqda. Yurgim Aşu hicran azabının destidan bağan siri zayıfleşmekte. Belkim meni bu dünyada ko'radigan kunim az qolgandi. Şuna sizden en ahirki qitim kutadiganim ig'ir ko'may Qashqarga bir qitim kelgan bo'lsangiz. Sizni qizim deb bir qitim bag'rimga besib elib o'lib ketsam armenim yok idi. Voy, bizning talantli artistimizga nima bo'lgandi? Ko'zlarda yosh liqirlab qapti o, ha? Hay. Men texen nimishkin debdiman. Buningga xushal bo'lmay, yig'laganingiz nemisi? Avaxon sizni tuqqan o'z onangizken. Bundaq ishlar jamiyatda bo'lib turadi. Bunchalik ishlarga qayg'urib yurishning nima hojati deyman. Biroq dadam benim dadam. Men qarang, bu seri hamon bir kuni yeshiladi. Onangiz qaytada sizni Qashqarga taklif qilgan bo'lsa, berib kelsangiz bo'ladi-ku. Ha? Biroq idoraning xizmati bilan ishga balni qanday qilamiz? Buningdan ansirab ketmang. Ikki balani men beqib turaman. Siz idoradan bir oylik ruxsat so'rasangiz bo'ladi-ku. Hava xinem, qarsala kim ketdi? Voy, voy qizim! Ana, canım qizim! Ana! Ana! Canım qizim! Ana! Ana! Canım ana! Qani, uyga kiraylik. Qizim, uyga kiraylik. Kızlar kepti de salomat kepla. Kızım, o'ltirsinlar.
ko'rish nasib bo'ladi ekan. Xudoga shukr. Ana, Shuncha ansirgandim. Voy. ana balışkanla aram bir görüşken qinish bilinglar. Yursizlar, biz uyga kirib ketaylik. Begim. Yamaladagi tursun Şanyo, dehaladan 25 sartangini ortiq yig'ibdi. Buni qanday qilamiz? Tursun Şanyo mensibidan eptashinib 25 sartanga baglik xazinasiga qaytarib kelsin. Xo'p, begim. Hap Tursun Şanyo. Hap Tursun Şanyo. Ana balışkanlar ahirda darlashibsizlar-da. Muborak olsun, muborak olsun. Rahmat begim, buning hammasi o'zlarining iltifoti. Ha, yaxshi, yaxshi. Qizinglar bilan 20 necha yilda aram bir ko'rishganda obdan mehmon qilib kutib elinglar, ha? Ma'qul begim. Ha. Voy, Havaxon. Bu yerda nimaga mo'lib o'ltirib ketdinglar? Ha? Hey begim. Shu qizim Qambarxon bugun yo'lga chiqmoqchi ekan. Qizimdan ayrilishga faqat ko'zim qiymayotdi-ku. Ha. Men sizlarga degan mirosxo'rlikning ishini deb baqdinglarmi? Bu savollarga men javob beray begatta. Meni o'zlarining marasxo'r qilib tanlaganliklariga rahmat. Biroq mening hozir bu yerga qaytib kelib, sizlarning qo'ri joylariga, taalluqlarga varislik qilishimga sharoitim yo'q. Men mol dunyoga ancha qiziqmayman. Agar sizlar xohlasalar, keyinlikda mol dunyo taalluqlarini o'z tavalliklariga yo'qsil yetim misrlarga qoldirg'aylar. Ular sizlarning haqiqiy marasxo'rlari. Ana, men yo'lga chiqay. Aman bo'g'ayla. Voy qizim. Shunday qilib ketamla qizim. Endi qachon ko'rishishga nasib bo'lar? Seni ko'ralammi qizim? Ana. Xudoyim nasib qilsa ko'rishamiz ana. Voy jonim qizim.
Havaxonni chaqiringlar. Oy, begim, bayatdala xeli yaxshi turayotqandilar. Nim bo'ldilar? Oy. Qandaqroq begim? Xotinlarim, men yaxshi olib ketanmaydigan o'xshayman. Men o'lgandan keyin mirosning yerimini uchinglar teng bo'lishinglar. Qog'inni ovatdagi yetim yesirlarga bölüp beringlar. Undaq demisizlar begim. Bizni qo'rqitmisizlar begim. Xudoyim sizga shifolik berib qala. Siz saqib ketala. Cho'qim saqib ketilar begim. Begim. Bizni qo'rqitmisizlar. Begim. 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 Voy begim. Voy begim. Sizni tashlab ketmisizlar begim. Begim. Qambarxon, sizni onangiz izlab ketdi. Anamma. Ha, yur. Ama. Voy kızım. Ama. Ama. Qandaq ahvollari qizim? Yaxshi ama. Ama. Ben repetiz qilib birdan turib tursizlar. Ruxsat so'rab chiqay. Ma'qul. Qani, kirsizlar ama. Yuqirg'izlar. Amin. Allohu akbar. Salomat turlar qizim. Xudo shukri ama. Yenimda o'ltirsin. Silim o'pdan turiblar. İnşallah. Ana, begotam kelmabdi-ku. Dadillarning bu yerga kelishga umri yor bermidi. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmisizlar ana. Men choy damlab kiray. Ma'qul qizim.
Ana, Ha? sizlardan bir gapni so'ray degan edim. So'rasam bo'ladimi? Bo'ladi qizim, so'ravasizlar. Kishilar meni tegib-tekdan ham tayini yo'q. Dadasining kim ekanligini hech kim bilmaydi deyishir ekan. Sizlar ig'ir ko'may mushu gapni menga tushuntirib qo'ygan bo'lsalar, mening dadam zodi kim ana? Sizlarning dadilari dadilari u. Ana, beymen suallarını sorup günahlarını bir yarım kılıp koydum mu kandak? Yo'q bolam. Sizlarning dadilari tek hayot. Assalomu alaykum. Aleyküm esselam dada. Ana, selamet kelişipler. Kini, yukarı koytusuyla. Kesil dada, ne alay. Bu namussuz iflas buzuk. Kambarxonni biz bir çoğun kısak. Sen qaysi yüzün bilan bizning balamızın qışıq geldin? Namussiz deganchi, sen inson qalbidan chiqqan bola o'g'risi. Sen men yo'q fursatdan foydalanib mening balamni o'g'irlab, meni saq 25 yillik hijron azobiga qo'yding. Yana qaysi yüzün bilan mening qizimning yeniga kelishga ketding? Buning vicdoning qandoqchi dedingiz? Sen Buldu kılınla. Canım kızım. Hoş gelinla mening anam. Buldu. Uruşmangla. Buldu kılınla. Kızım. Ana, dada, bazarga chiqishamla. Ha. Azroq sodalik qilib kirayli. Bo'pti, baldiroq qaytib kelishamiz. Xo'sh emasa. Xo'sh. Xo'sh. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ben meşhur sanatkar Qambar xonimning izdirgini elish uchun alaydan bir yer kelgan edim. Sizlar ig'ir ko'may Qambar xonimning turalg'usin deb bergan bo'lsizlar. Qambarxon degan men bo'laman. Nima gaplar bor edi? Sizlar Qashqa Chumbusdagi Mehmet Ilohunning qizi qadrlik ocham Qambar xonim bo'lamdilar. Men ta hozirgacha dadamning kimligini bilmayman. Dadangızning kimligini men aytib beray qizim. Ana, tez aytib asla. Mening dadam Sodiq kim? Aytmaslar. Sizning dadınız. Sizning dadınız. U Acep bu bir zaman oğlum çürgüler acep bu bir zaman oğlum yürektik sevdamı sevdamı kangalır yürektik sevdamı sevdamı endi qaytib keldilimi ana? Meni alasın. Ana. Bek ensiz ko'rinyaptilar. Biror ish bo'ldimi? Voy balam, nima bo'ladi? Matitayning dog'iyalari ko'chim yurib odam tutib etibdi. Bugun ataning ichida bizning ko'chig'imiz keladigan o'xshaydi. Ular nemishqa odam tutadikini? Nimish tutadi jinim balam, bo'yog'i yetgan qizlarni tutib Titay ordusida xizmatga soladi ekan. Shu men sendan ansirab qilyapman. Kimdi bu endi? Balam chiqib kirib ketdi. Bo'lamiz. Ha, kim? Oy, kesla balam. Değiştirdilimi ana? Otdan tutla balam. Mahallemizde kalabaqıdağlar aziyip gelip süt çıkamadım. Şehirge kirgeç, Yukarı senin bakalım. yoklap çıkay dedi. Otdan tutla balam. Amin. Allahu Allah Ekber. Ekber. Değiştirdilimi ana? Otdan. Kızım, Mehmet İli Hakan kepti, çay et çıkkın. Ma'qul.
qani çayaq baxsılar bolam. Rahmat. Zo'rxacha, sizlarga bir ko'ngilsizlik kelib qoldimi, qandaq? Shundaq bolam, shahar osmonini qora tuman qopladi. Mati taynon chumoqchilari bo'yiga yetgan qizlarni tutib yuraydi. Shunga men mush qizimdan ansirab qilyapman bolam. Qacha, agar siz muvofiq ko'rsa, havo ham bir mezgil bizning uyda panoh qilib tursin. Bo'lamdi. Bundaq qilsa yaxshi bo'lmasmikin? Zo'rxacha, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim havo xonni ko'z qarchug'ini asirgandek asrayman. Bulutlar tarqilib, ko'k osmon zimim bilan yuz ko'rishganda havo xonni sog'-salomat qo'lliq topshiraman. Oy. Balalarım, tez olamadan ana. Bulamak tez. Tez bo'laylik, tez. Seni Xudoyim topshirdim. Men de xotirjam bo'ldim. Yana bir necha kun keyin qaytib kelaman ana. Ana. Chapsan bo'laylik. Xudoyim omonat. Ha, mana keldim. Ketay oliylarining buyrug'iga binoan qizingni ep ketgili keldik. Ketay oliylari qizingga alaydi martaba taqmoqchi. Tezdan qizingni chiqirib ber. Qizim avvatga tuqqan mutlashib ketgan edi. Uyda yo'q turgan. Yolg'on aytma. Qizingning bayini tek cho'gini suv ko'tarib kirib ketganligini ko'rgan odam bor. Agar qizingni chiqirib bermaydigan bo'lsang, cho'giningni ko'rsan. Yolg'onsiz. Nima qarab tursan? Oqtosh. Dorg'am, uyning har yerini aqtirib chiqdik. Bir ma'dan yo'q-ku. Unda qo'lsa ma'o qerini aytmanglar. Qolgan gapni yomon qilgan deyishini. Mehmet Elaka, Mati taynon cho'moqchilari onamni qiyin qisqaqa og'inmidi. Xotirjam bo'lsizlar. Zo'rxachamni Xudo o'z panohida saqlaydi. Mehmet Elaka, bek yerib ketdilar. Birdan eshakka minavasizlar. Men piyoda mangay. Yo'qsa havoga, men hargiz yerib qolmadim. Avdi xushni o'ssaklar, bizni uyga yetib boramiz. Assalomu alaykum, tashabbigim. Va alaykum assalom. Kela. O'tira. O'rik ye, qara. Iltifatlarga rahmat, tashabbigim. Shahar atrofidagi yizibaglari qushqash olvingni tugatdimi, qandaq, ha? Ha, hammasi tugitib bo'ldi, tashabbigim. Ketay oliylari shuncha bo'la ko'p qushqashning go'shini yeb, raso yoshirib ketadigan bo'ldi-da. Begim, heliqi Zo'rxon degan qirqaqvoshning zindonda yetayotganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bu ishni tezroq bir taraf qilsak bo'ladi. O qeri tezroq o'zi bo'ladi-ku. O'zlari aql farosatda kamak ayyorni besib pishirganlar begim. O'zlarining farosatlari bilan Zo'rxonning qora joyi sizning ilgilariga o'tish oldida turibdi begim. Endi bu qerining parizatdek chiroyli qizini Ketay oliylariga soy qilsalar, katta martabaga ega bo'ladilar. Shundaq. Tashabbigim. Şoňa bizni toşqan aladigan burkut
yilpiz oladigan yo'l vositasi bo'ladi. Assalomu alaykum titay oliylari. Va alaykum assalom. Qani, qopa. İbrahim Peşraf sayqıgan eliq qiz keçib ketibdikan titay oliylari. Shunga onun anasını tutib ap kelib, hozircha sulab qo'yib turdik. Nima? Aşıq qızdan özünü tutib kel. Ma'qul bo'ladi oliylari. Sizlar degan har qanday gapni men jon dilim bilan beja keltirman oliylari. Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Tekshirdilmi Zo'rxacha? Obdan. Qizimning ahvoli qanday xaraq bolam? Zo'rxacha, xotirjam bo'lsizlar. Havoxon naydi obdan turyapti. Xotirjam bo'lsizlar. Men xeyli vaqtligicha qizim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman bolam. Chunki moddiy tayinlovchilar menga ko'z quloq bo'lib yuryapti. Shunga qizimni o'zlariga topshirdim bolam. Xudoyim sizlarga baxt ato qilsin. Qani bolam, buni asla. Rahmat ana. Biz sizning umidlarini aqlab, cho'qim menga baxtli o'timiz. O'zlarini asrasizlar ana. Amin. Allohu akbar. Tezroq manslar bolam. Xo'sh ana. Anam bilan ko'rishalidimi? Qandaqroq turibdi? Onamiz nayt obdan turib etibdi. O ishimizga baxil keladi. Ana. Salavat qaytib keldimi? Xudo shukr bolam. Ostasla. Nega yurib keldilar ana? Zaygaxonni qo'yibsan, bir jup oltin zir soqtirib keldim qizim. Qara. Ay, buni hozir bermayman. Sening to'ying bo'lgan kun o'z qo'lim bilan qo'lqonga sep qo'yman. To'y? Shunda. Avaqat. Biz onamizning tiligini hargiz yada qo'ymaymiz. Buningdan keyin baxtli turmush kechiramiz. Tursun qo'l. Voh voh voh. Xo'sh ketla begim. Mavi atqa yem bo'g'iz berib qo'shig'ini obdan to'yg'izib qo'y. Men hozir yalmil qaytaman. Xo'sh. Meni chaqirtqili odam avatibdikansan. Nima gaping bor edi? Ha? Zo'rxonning qizi Havoxonning xabarini ola oladimi? Uni izlayotganimizga 1 yildan eshib qoldi. Hozirgacha izdirgini ololmayotimiz. Qaraganda planimiz amalga oshmaydigan o'xshaydi. Planimizning amalga oshishi qosh bilan kirpikning orasida qoldi. Nima? Bir yangi xabarga erishgan o'xshamamsa?
Qizim. Mehmet İlican'ın kirmiginiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. U bolaga bir peshkanlik bo'lib